Nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin? Telefonni yutib oldingiz-ku aka. Xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Mana biz hozir vodiyga yetib keldik. G'ayrat akam bilan ko'rishib qoldik. Omadini sinab ko'ramiz. Ha do'stlar, akalarimiz O'zbekiston bo'ylab sayohat qilib yurishibdi ekan, Namanganda uchrashib qoldik. Endi mana u hozir shart shunaqa ekanki, bittasini olaman ekan. Ichida nimasi shu menga ekan, agar ichi pustoy chiqsa telefon ekan, ha? Ha, xuddi shunaqa ekan. Telefon qani? Ha, pustoy chiqib qolsa telefon yutib olasiz aka. Olaveramli bo'yni? Xohlaganingizni olishingiz mumkin. Mana bo'pti. Olib kameraga ko'rsatasiz aka. Nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin? Telefonni yutib oldingiz-ku aka. Xohlaganingizni tanlashingiz mumkin aka. Ha deb qo'yibdi-yu. Telefonmi? Ha, ular ostingiz nimadir bor ekan-da mana bura. Bunaqa aka. Hop, telefon. Mana, bo'pti mana. Bo'pti, Redmi A5, 5A. Shu mengami shu endi? Shu sizga aka. Aka buni bunday qilamiz. Aha. Siz ham sayohatda yuribsiz aka, men ham sayohatda yuribman. Obunachilarga bo'lsin. Undan ko'ra, mana shu videoni kommentariyasiga maksimal aktiv ko'rsatib, mana shu videoga komment yozib do'stini belgilashsin-da. Shu jonli efirda random programmasida bitta odam tanlab, mana shuni o'sha obunachilarga berib yuboring undan ko'ra. Bo'laveradimi? Shu sovg'ani aka sizning nomingizdan obunachilarimizga sovg'a qilamiz. Ikkalamiz nomimizdan desiz bo'laveradi. Ikkalamiz nomimizdan da aktiv bo'lamiz, akamga obuna bo'lamiz. Maksimal aktiv bo'lsanglar, shuni bitta yutib olasizlar. Bo'ldi aka. Rahmat. Charchamang, sog' bo'ling aka, rahmat.